Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Bugungi darsimiz dasturlashga mutlaqo ilk qadamni qo'yayotganlar uchun. Xo'sh, keling do'stlar, bugungi darsimizda biz iOS va Swift nima ekanligini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, nima deb o'ylaysizmi? Oddiy qilib aytganda, iPhone da ishlaydigan ilovalarni yasash usuli. Agar siz bank ilovalari, Instagram, Telegram, o'yinlar yasashni xohlasangiz, bu dars aynan siz uchun. Hammasi juda oson. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Xo'sh, keling, iOS o'zi nima ekanligini o'rgansak, bilib olsak. iOS bu iPhone va iPad ichidagi dastur. Uni Apple kompaniyasi ishlab chiqargan. U telefondagi barcha narsani boshqaradi. Ilovaning ishga tushishi va uning yopilishigacha. O'yinlarni ishga tushishi, bularning hammasi iOS tufayli bo'ladi. Misol uchun, WhatsAppda yozishasiz, Instagramni ko'rasiz. Bularning hammasi iOS ilovalari hisoblanadi. Ular juda ham tez, oson va foydalanish uchun juda qulay. Agar siz o'zingiz ilova yasashni xohlasangiz, iOS bilan ishlaysiz. Bu shunchaki iPhone uchun maxsus dasturlash dunyosi. Keling, Swift haqida gaplashadigan bo'lsak. Swift bu iOS ilovalarini yasash uchun maxsus dasturiy til. Uni 2014-yilda Apple kompaniyasi ishlab chiqargan. Swift bu juda ham oson va tez va xavfsiz til hisoblanadi. Yangi o'rganishni boshlaganlar uchun juda ham qulay. Chunki bunda agar siz biror xato qiladigan bo'lsangiz, sizni u xato nima ekanligini va qayerda ekanligini darhol sizga ko'rsatib beradi. Bu esa yangi o'rganishni boshlaganlar va har qanday dasturchi uchun juda ham qulay va dastur ishini osonlashtirib beradi. Xo'sh, biz Swift orqali o'yinlar yasashimiz mumkin. Bank ilovalari va hatto o'zingizni shaxsiy kalkulyatoringizni ham yasashingiz mumkin bo'ladi. Nega iOS va Swiftni o'rganishimiz kerak? Chunki siz ular orqali o'zingiz orzuyingizdagi xohlagan ilovani yasashingiz mumkin. Misol uchun, do'stlaringiz bilan suhbatlashadigan shaxsiy ilovangizni yasashingiz mumkin. O'yinlar, do'konlar uchun ilovalar va bank ilovalarini yasashingiz mumkin. Swift bilan nafaqat iPhone uchun, balki iPad, Apple soatlari va macOSlar uchun ilova yasashingiz mumkin. Millionlab odamlar iPhone ishlatishadi. Bu esa sizni ilovalaringizni juda ham ko'p odamlarga yetib borishiga xizmat qiladi. Xo'sh, biz bugungi darsimizda iOS nima va Swift nima haqida qisqacha bilib oldik. iOS bu iPhonening yuragi hisoblanadi. Swift esa ilovalarni yasash uchun oson til. Boshlash uchun sizga nimalar kerak bo'ladi? Sizga birinchi o'rinda MacBook kompyuteri kerak va Xcode degan bepul dastur kerak. Biz keyingi darslarimizda Xcode haqida o'rganib chiqamiz. Uni qanday o'rnatamiz, qayerdan o'rnatamiz, ularni batafsil ko'rib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting va bizni darslarimiz, videolarimizni do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Like, kommentariyalarni bosishni unutmang. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.